Milliy libos bu shunchaki kiyim emas, asrlar davomida sayqallangan madaniyatning jonli aksidir. Uning har bir naqshida tarix nafasi, millat ruhi mujassam. Ushbu betakror merosimizni xalqimiz orasida targ'ib etish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida Milliy fashion show tadbiri o'tkazildi. Unda iste'dodli yoshlar o'z ijodiy kolleksiyalarini taqdim etib, an'ana va zamonaviylik uyg'unligini yana bir bor namoyish etishdi. Shahridagi Yoshlar markazida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi tashabbusi bilan Milliy fashion show tanlovi bo'lib o'tdi. Mazkur loyiha yoshlar o'rtasida milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, milliy liboslar madaniyatini rivojlantirish hamda iqtidorli dizaynerlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etildi. Tanlovda 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yosh dizaynerlar ishtirok etdi. Ular milliy liboslar dizayni yo'nalishida yaratgan o'z mualliflik kolleksiyalarini keng jamoatchilik e'tiboriga havola qildi. Men hozirda zamonaviy hamda milliy liboslarni uyg'unlashtirgan holda kolleksiya yaratib o'tirman. Bu mening birinchi kolleksiya yaratuim. Ham hozirda milliy fashion showda qatnashib o'tirmiz. Ulkan JK brendini aшу niyatim bor hamda keladi yaxshi kolleksiyalarda chiqarib, Qoraqalpog'iston milliy liboslarini dunyoga tanitib niyatim bor. Jami 15 nafar yosh dizayner sahnaga o'ziga xos ijodiy ishlari bilan chiqdi. Har bir kolleksiya milliy ruh, zamonaviy moda yo'nalishi va original yondashuvi bilan ajralib turdi. Bu tanlovga tekrardan model, milliy dizayn bag'darida yurituchilik etib o'tirgan dizaynerlardan quralgan dizaynerlar o'zlarining kiyimlar kolleksiyalarini ko'rsatib o'tiribdi. Bunday milliy bag'darlarda жұмыс olib borayotgan dizaynerlar albatta ko'zni quvontiradi. Bu tek qana Qoraqalpoq milliy emas, balkim o'zbek, qozoq, turkmen, boshqa da qo'shni mamlakatlarning milliy naqshlarida zamonaviy kiyimga joylashtirgan. G'oliblar va faol ishtirokchilar diplom hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Milliy fashion show esa milliy liboslarimizning betakror jozibasini yana bir bor namoyon etdi. Aydin Allobergen va Ali Xudoyberdiyev Qoraqalpog'istondan.